Assalamu alaykum. Qandoqlar yaxshimi, salomat qilsin. Men bugun o'zim eng yaxshi ko'rgan Yamanning polosini qilmoqchi. Sho'rpuliq polo, buni borma deydi. Yamanning men Arabistonda vaqtimda bek amraqdim, hattoki hamile vaqtimda bo'lsin. Chiqib har vaqt bek yaxshi ko'rdim, shuni qilmoqchi. Bu yana Ramazonda qilsanglar bo'ldi, davomli bizning pollarimizni qilmasak, buni qilib baqsanglar bo'ladi. Men oldi bilan buning sho'rpisini qilaman. Buni sho'rpuliq polo deydi. Ya'ni sho'rpisini bekroq yaxshi ko'rmay desam bo'ldi. Oldi bilan sho'rpisini qilaman. Men quruq kelgan qazinimni o'tni yechib istiman. Quruq kelgan qazinimga yog'ni qo'ymaymiz, hech narsa qo'ymaymiz. Oldi bilan qazim isib bo'lguncha men sizlarga nimalarni tanishtirib o'tay. Bu yeşil soğan, bunu bilasizlar. Buni piyoz, ya'ni soğan deymiz, bilasizlar. Bu göğüs zaten. Bu zira, kimyon, karabiber, yani karamoç. Bu hil. Yani bunu ben aslında yazıp koyayım hemen malzemelerini. Bu liçindana, ondan keyin bu kovzaqda için koydumlar. Bununki sokulgan haleti. Bu kalempunun sokulgan haleti. Bu yerde bulsa kori, mana kori mavi degan zerdeçal. Buras mana bu. Ceviz deydi Arapça, Hindistan cevizinin sokulgan haleti bu. Ondan keyin bu yerde mana tarçının sokulgunu mana tarçının sokulgunu bu. Ondan keyin bu zerdeçal, kori, un. Bularni hammani men bir tatlı qo'shqidin ishlatdim. Sizlar o'zinglarninki go'shtni jiq oz ishlatishni qarata ishlatsanlar bo'ladi. Oldi bilan men quruq qazinimga bu piyoz bilan so'ng piyozni solaman. Yeşil soğan bilan piyoz. Bularni solaman. Quruq kelgan qozonga mayni qo'ymaymiz. Bu mening odatda sho'rp qilinadi. Shundaq sho'rp qilib quruq yog' ishlatmaydigan vaqt qilgan qozinim bo'lgan. Shundaq ishlatim. Bularni bir yoq aralashtirib deb, keynidan men go'shimni ishlataman. Men buni qo'y go'shi ishlatdim. Qo'y go'shi deb akarak o'xshaydi shunisi. Mana bir ko'rib etdim. Endi men bu baharatlarning hammani bir aqlam qo'yaman, ko'rganinglardek. Endi bularni ravus bir aralashtiramiz. Mana bu holatda men qo'rdim. Endi bunga men 2 litr normal suv quyib qaynataman. Sizlar oziqni qarta qilsanglar bo'ladi. Mana bu suyunu quyib bo'ldim. Endi buni tuvoqni yepib, buni pishmishiga pishsin bu qo'yib biz gurichini ko'tarib ketamiz. Gurichini dimlaymiz hozir. Endi men boshqa bir qazinimni o'tini yechib etdim. Bu qizisin. Bunga ketadigan materiallar guruch 2,5 su bardağı, 2 su bardağı yani 2,5 su istakani dey. Yağızım Türkçe olan ketib qo'yatdi. Guruch, shu paykasib oldim. 4 samsaq, piyoz, yani so'an bir tal. Bunu birisler kovzaq tarçın, bu defne yaprağı, mavi liçindana, mavi kalempu, muşlar. En ahırda dem yap boğandan keyin bunu işletiyorum. Bunu ben Arabistan'dan ep gelgendim, hem ekeldirgendim. Bu şu, bunu adette Araplar tamakka, pololarga işletiyor. Eğer sizler bunu tapamıyorsanlar yok zaten Türkiye'de. Zerdeçal işletsanlar buludu. Qazinimiz qizidi ve bu qazinim aldı bilen yağ koyma normal. 3 tamak kuşku, 4 tamak kuşu etrafında yağ koydum. Bunun kitalik nesleri zaten astığa hem Türkçe hem Uygurca yazıp koyma. Çünkü bazı Türkler bu manımışka Türkçe demeyiniz, Uygurlar bolsa namışka Uygurca demeysiz, namışka demegenleki boldu. İnşallah yazıp koyma. Bunun linkin her bir kılgan nesinin malzemesini astığa yazıp koyma. Endi biz qazinimizga oldi bilan piyozni solamiz. Piyozni 5 ko'rib bo'lgandan keyin, ondan keyin samsonlarni solsanglar bo'ladi. Samsaqni solgandan keyin zaten shuncha muzdek bir puroq chiqadi. Endi men ko'rganinglardek mushu bahoratlarni solaman. Bunu tavdidagi vaqtda sho'rpi bilan, ketchup, shattı bilan, shattini acı sos deydi, lekin ta'mi Saudiniki o'xshamaydi. Shuning bilan samsaq yumg'oq suti bilan
bek yiyişlik oldu. Şuna yumğaq sütüm yo'q bo'lib qoldi. Yumğaq sütünü birga qilmoqchi edim. Bu bek fayzi bo'ldi. Şorpa bilan polo bilan yeyishga. Chunki bugun şorpa bilan ham qildim yo'q bo'lg'achqa. Endi men guruchimni solaman. Guruchimni bir qo'raylik. Endi bununla ben 2,5 istakan guruch kullangandım. 2,5 su bardağı. 2,5 su bardağı su işlettim. Yani 2,5 su istakan su. Bunun suyunu çekti. Yani suyu azırak tügep. Yani demliğe kadar kaynasın. Alıp anandığın keyin demiyat kuzumuz. Tuzum bana bir çay koştuk. Tarafında tuzumuz. Bilisizler o zaten tuz miktarını. Şu miktarı kız. Bana köygen onladık bu suyunu çekip tügepti. Endi ben bunu bu halette 25 minut tüven otta hangi saat ateşteydi o mesela. Şununda. 25 minut demiysi. Endi bu 20 minut demiydi köyden bu halette. Endi biz bunun ağzına içip bayan biz kösetken zafrandan yarım tatlı kaşığı tarafında. Hatta bir tatlı sana bu can ihtiyarım bu halette. Yine 10 minut demeyeceğiz. Bu arada biz şorpumuz karab bakaylı. Bu halette buldu. Hem biz bunun tuzunu tuzun üzerine ihtiyacı asasen kuysanlar buludu. Tuz miktarına asasen. Böyle bir 10 minut kaynasın. Tamam biz hazır pişti. Şorpunu öçerdik, otunu öçürüp hem de kaçımızga usul. Mana köygen anladık bizning şorpumuz, polorumuz hemmimiz tayyor bo'ldi. Vaqtni açaylı. Biraz aralashtirib o'tib pishsak bo'ladi. Ma tümürünü ben kazanımdan bekle tek yüzmeyim çünkü kazanımı buzub etmesin deb. Sizler isterseniz tümür işletmem. Bunun yağıçını var. Yağıçını işletsenler buldu. Ben o yağıçı hiç tep bulamadım. Şunun için muşunu işlettim. Bana bu şalette rengi muşunculuk çıraylık. Kaçımız olsay. Mana köydenler bu halette ben polorumnu usup aldım. Hem de şorpumuzga kilayli. Mana şorpumuz. Bunu mu kaçık alay. Mana bu halette çıktı şorpa. Şunçilik, mizlik. Mening eng yaxshi ko'rganim yani sizlar inshaalloh yaxshi ko'rasizlar deb o'ylayman. Mana mishaletdi bizning sho'rpimiz. Guruchimiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh sinab boqasizlar. Hem mening kanalimni yaxshi ko'ramsizlar, ko'rmamsizlar, bu sizlarning yorumlarga bog'liq. Yani tamak istemsizlar yoki boshqa narsa, Uyg'ur tamoqlarimi yo yana boshqa millatlarning tamoqimi shuni yazsanlar bo'ldi. Men boshqa millatlarning tamoqlarini yaxshi ko'raman, o'zim yeb boqqan, yaxshi ko'rganlarim bor, shunga sizlar bilan o'rtoqlashdim. Kanalimga abone bo'lib qo'ygaysizlar, inshaalloh taqib qo'ygaysizlar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Yani Ramazonda bir xil poloni qilavermay, shuni qilib qo'ygan tegishlik bo'ldi inshaalloh.